Assalomu alaykum akalarim, ukalarim, hammaga xayrli kech. Xudo xolisa laboyimiz ramasini uslit qilish jarayoni ketyapti. Sizlar bilan ulashgan keldi mana. E'tibor qilinglar, boshidan to oxirigacha sivirlik qilib, har bittasi hozir mana kontrashga, ya'ni kempingda svarka qilib chiqilyapti. Buni ustini polni ochganmiz va ichlarini to'ldirilgan, shu laboni o'ziga spesialni chiqarilgan, uslit qiladigan profillari bor, stekasi qalin. Mana bu yoqdan e'tibor qilsa ko'rinadi. İçlari polni to'ldirilgan. Shu oxirigacha. Bu yoqda mana hozir kontrashli svarkada ildirib chiqilyapti va oxirida yana bitta polni svarka qilib chiqilyapti. Undan keyin tachit qilishlari va malarka kraska ishlari bo'ladi. Ukalar kimga shunaqa rama usulining xizmatlari, ten xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'st birodarlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Like bosib ishdan chiqmasin.